Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika prezidenti Jo Baydenning klimat alohida vakili Jon Kerri bilan ko'rishganda, Amerika-Xitoy munosabatining nacharlashishining klimat o'zgarishiga qarshi hamkorlikqa positiv ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Tashqi ishlar ministri Wang Yi Sin yig'ini orqali Kerri bilan ko'rishgan. Kerri Amerikaning klimat o'zgarishi masalasida butun dunyo bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini bayon qilib, Xitoyni bulg'ama qo'yib berishni azaytish uchun qo'shimcha tadbir qo'llanishga chaqirgan. Afg'onistonga hokimiyatni o'tkazib olgan Talibanlar o'zlarining eng muhim hamrohining Xitoy ekanligini, Turkiya va Qatarning Kabul aerodromini qaytadan ishga kirishtirish uchun tayyorlik qilayotganligini e'lon qildi. Taliban bayonotchisi Zabihullah Mujahid Italiyaning Cumhuriyet gazetining ziyoratini qabul qilganda, Afg'oniston iqtisodini taraqqiy qildirish va davlatni qayta qurish uchun o'zlarining xalqaro munosabatini yaxshilab, dunyodagi barliq hukumatlar tomonidan e'tirof qilinishi kerakligini o'tirib qo'ygan. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova silliq yig'in orqali o'tkazilgan haftalik axborot e'lon qilish yig'inida Amerika bilan Ukrainaning munosabatini baholadi. Zakharova Ukraina prezidenti Amerikani ziyorat qilganligini tilga olib mundaq dedi. Washingtonning Kiyevni Rossiyaga qarshi qurolli qilib ishiltishi oldin faraz qilg'ili bo'ladigan va qayg'uli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin dedi. Tesla oldingi oyda yer shari o'zak krizisi sababidan eng muhim bozorlarning biri bo'lgan Shanxaydagi zavodida ishlab chiqarishni vaqtliq to'xtatgan. Xitoy virusi yuqumi sababidan elektronlik mahsulotga bo'lgan ehtiyojning eshishi sababidan boshlangan o'zak krizisi mashina sanoatiga davomli ta'sir ko'rsatmoqda. Tesla'ning bildirishicha, o'zak yetishmaslik sababidan 8-oyda Xitoydagi ishlab chiqarish liniyasi 4 kun to'xtatilib qolgan. Xalqaradagi dangliq tadqiqotchilar va advokatlar 1-sentabr kuni Angliyadagi siyosiyonlar ham kishilik huquq tashkilotlari bilan birga cho'ng ko'lamli yig'in o'tkazib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va buni to'xtatishning yo'llarini muzokara qilishga boshlagan. Angliyaning Newcastle universitetida o'tkazilgan bu yig'in hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tema qilgan ko'lam jihatdan eng cho'ng yig'in bo'lib hisoblangan. İlgilenishicha, Kashmirning ko'zga ko'ringan rahbari Sayyid Ali Gaylani Hindiston soqchilarining nazorati va qattiq bexatarlik tadbirlarining soyasi ostida dafn qilingan. Kashmirdagi Hindiston hokimiyatiga qarshi kurash qilgan Gaylanining uzun yillik umri nazarband ostida o'tgan bo'lib, uning vafotidan keyin oilasidagilar miyit namozi o'qiladiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin soqchilar boshqalarning qatnashishiga yo'l qo'ymagan. Eda namli qora bo'ron Nyu-Yorkda qattiq yomg'ir va kelkun ofatini keltirib chiqardi. Nyu-York va uning atrofida kam deganda 9 kishining qazo qilganligi xabar qilindi.